sizlar esingizda bo'lsa, menimcha bundan 1 oy oldinmi, 20 kun oldinmi Yakkasaroyga borib, partiya qilaymi yo'qmi, kimlarni chaqiray deb storieslar qo'ydim. Keyin Dubayga ketib qoldik. Shu bilan gif konkurs boshlab yubordim. Partiya qilmoqchi edim, lekin to'xtatib turdim. Sababi reklama profiligacha yozib tashashdi. Qachon gif qilasiz deb. Juda ham ko'p pauzadan keyin gif konkurs qilayotganim uchun ko'z qiymasdan zo'r sponsor yig'ilib o'tdi. O'zim bunaqa rezultat вообще kutmadim. Ham gif ham partiya qilsam energiyam yetmaydi deb o'ylayman. Sizlar ham zerikib ketasizlar. Faqat storiesda chiqib olib, gif qilman partiyamga kelinglar, gif qilman qatnashinglar partiyamga kelinglar desam ham bo'lavermaydi. Hamma narsani o'zini joyi bor, chegarasi bor. Shu sababdan men konkurs qilishni tanladim. O'z aslida partiya nega qilganman? Shuncha yildan beri blogim davomida partiya qilmaganman. Lekin juda ham ko'p blogerlar partiyalar uyushtirishgan, red partiya, white partiya, arabskiy partiya, har xillarni qilishgan, bloger partiya. Lekin men bunaqa tadbirlarga narsalarga qiziqmayman. Qilishimdan sabab, maqsad nima bo'lgan? Tug'ilgan kunimni Yakkasaroyda qilayotganimda podpischiklarim yozishgan. Tug'ilgan kuningizga bilet soting deb. Lekin tug'ilgan kunimga yaqinlarimni chaqiraman va o'tda begonalarni ko'rish va ularga menimcha mehmonlarimga ham biroz g'alati tuyuladi va menga kerak emas. Xalqqa bilet sotib tug'ilgan kunni qildi deb, bo'lmasa qattan qilardi. Yakkasaroyda degan gap menga kerak bo'lmadi va men hech qanaqa bilet sotmasdan tug'ilgan kunni o'tkazdim. Keyin turmush o'rtog'im aytdilar, "Davay partiya qilamiz" deb. "Voy, qanaqa bo'larkan" dedim. Ko'rib turganlaringiz zo'r o'tdi partiya. Partiyaning asosan ko'zlangan maqsad auditoriyani bir joyga yig'ish bo'lgan. Auditoriya uchun qilingan partiya bo'lgan. Bu bloger partiya bo'lmagan. Shu sababdan har bitta kelgan mehmon kim bo'lishidan qat'iy nazar kattakon rahmat, meni qo'llab-quvvatlab, puliga bilet olib, kelib mehmonim bo'lib ketgan va menimcha o'ylaymanki, to'lagan pulini oqlab, chiroyli qilib chiqazib berganmiz. Hech qanaqa kamchiliklarsiz o'tkazganmiz. Bu bizning birinchi partiyamiz bo'lgan va u partiyamda organizator meni turmush o'rtog'im bo'lganlar boshidan oxirigacha. Hech qanaqa yarmigacha birov tashkillashtirib, yarmidan keyin erim bo'lib, bunaqa narsalar bo'lmagan. Endi men eshitgan gaplarimga ham orasida javob berib ketyapman. Aytmoqchiman, har bitta inson o'zini puliga biletini sotib olib kelgan va men hech kimga partiyamni reklama qildirmasdan turib, hamma biletlarimni sotganman.